O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan mamlakatimizdagi kuch tizimlarining yaqindan hamkorligida Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari shiori ostida ko'rik-tanlov o'tkazildi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Ko'rik-tanlovda harbiy xizmatchi ayollar, harbiylar oila a'zolari hamda mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar ishtirok etdi. Tanlov doirasida ishtirokchilar o'zlarining bilim va salohiyatini, intellektual darajasini, ma'naviy-ma'rifiy saviyasini, sport va ijodiy yo'nalishlardagi iqtidorini namoyon etishdi. Bellashuvlar qizg'in va samimiy muhitda o'tdi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zaro hurmat, do'stlik, hamjihatlik va vatanga sadoqat kabi ezgu qadriyatlarni keng targ'ib qildilar. Mazkur tanlov nafaqat harbiy xizmatda faol bo'lgan ayollarning, balki jamiyatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan, oila va mahalla hayotida faollik ko'rsatayotgan xotin-qizlarning ham qadr-qimmatini yuksaltirish, ularni rag'batlantirish va yosh avlodga ibrat sifatida targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.